Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, yana bitta yangi ishimizni bitirdik, betonni yakunladik. Mana juda chiroyli yashash uchun qurilgan mana kotej forma uyimiz. Mana bu yerga kirib borishimiz darvozaxona. Darvozaxonadan bunday kirib kelasiz. Mana podvallarimiz mana. Mana podvallarimiz. To'rga to'r uyimiz mana. To'rga to'r uy. Mana. Steshga mana bag'dana podvalga yana kirish xud bor. Mana bu o'rtasi kotejimizda mana bu o'rtadan kirganda koridor. Mana bu uzun koridor. Koridordan kirib kelganda mana beton podval steshkasini qo'yamiz. Kirib kelasiz koridordan, koridor 6 metr. Koridordan baqarab yana koridorga kirasiz. Uyga baqa kiriladi. Mana bu ham koridordan kelib turib, mana uzun koridordan kelib, bu tomonga koridorga kirib turib, koridordan hammom, hammomda baqa kirish xodlarimiz mana. Mana bu 740 ichi qolgan katta zalimiz bo'ldi. Mana shu zal, uzun zalimiz bo'ldi. Mana bu ham to'rga to'r uy. Mana bu ko'rinish. Xolasa ikkita xo'jalikka moslangan bu uy. 11.60 ga 12.60 eniga bo'yi. Mana shu betonni kuyib yakunladik. Mana hozir bu tomondan ko'rinishi bu. Xolasa mana bu uyni mana shu holatda ikkita xo'jalik o'tirish uchun mana o'rtasi koridor. Koridordan kirganda bunga kuxna, bunga spalni qilib yashashi ham mumkin. Mana shuni ikkita xo'jalikka mana podvallarimiz. Bu tomonga mana desidiga bu tomonda ham xud bor. Bu tomoniga mana darvoza qurilsa, mana yerga yer evon bo'lib turib, bu tomoniga bitta xud bor, darvoza qo'yiladi. Bu tomonda mana yana bitta xo'jalik o'tirgani, bitta uy, koridor, kuxna, bu tomonlarda hovli joylarigacha bo'lyapti. Mana turpoqlar yo'qolib ketadi, bular olinadi. Yana shu kotejda bitirdik. Xudo xolasa endi g'ishtlarni urib, tomini yopiladi. Mana. Mana shu ishlar. Steshkalarigacha bo'ldi buni ham. Endi zinalarni qo'yamiz chiroyli qilib. Mana shu ishlarda kimga yoqqan bo'lsa, ishimizga bir chiroyli baho berib, like paklarni bosib qo'yaverasizlar. Endi bo'yigacha razmerlarni aytaveramiz. 11.60 ga tashdan tash 12.60 bo'ldi. O'shanda mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta uy bo'lyapti. Xullas koridorlarni hisoblab olsangiz, bitta, ikkita, 3ta, 4ta zali bilan katta uy bo'lyapti. Buni koridorlar qo'shsiz 5ta. O koridorlar qo'shib olsangiz yana ular ham bir stolni qo'yib o'tirgan joy. Bu tomoni koridorga kirib turib, stol ilib turib, sushilka, pushilka deydimi, shuna narsalar. Keyin hammomga kirib ketasiz. Hammasi joy-joyida qilingan ishlar. Mana podvalimizni bo'ylari. Mana podvalimizni bo'yi bu chuqurligi 2,5 metr bo'ldi balandligi. Mana shu ishlar. Mehnatimizni chiroyli baholasizlar degan nimadamiz. Qani ishqibozlar bo'lsa ko'rib, telefon raqamlarimiz ham bor. Mana shu ishlar bitdi. Mana o'rtalari, oldilarida portishka bor. Har bitta nimada podvalda u tomondan ham bu tomondan ham ko'rinishda portishkalarimizgacha bor.